Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 11 sentyabrgacha pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan to'lovlar. Yangi ro'yxat. Kimlar bu ro'yxatga tushishi mumkin? Kimlar pul olishi kerak? Kimlar esa bekorga xavotirga tushmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerning farzandi, nevarasi yoki qarindoshi uchun juda muhim. Chunki ko'p odamlar o'ziga tegishli pulni bilmagani uchun olmay qoladi. Ayrimlar esa noto'g'ri gaplarga ishonib, vaqtini yo'qotadi. Men bugun sizga masalani oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida aytaman. Qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjatlar kerak bo'ladi, arizada nima yozish kerak va qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish lozim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odam o'z huquqini yo'qotmaydi. Avval pensionerlar bilan bog'liq to'lovlarda eng katta muammo shunda edi. Ko'pchilik faqat oylik pensiyasini kutardi va boshqa qo'shimcha to'lovlar, qayta hisob-kitob, kompensatsiya, indeksatsiya, ijtimoiy yordam yoki kechikkan summa bor yo'qligini alohida tekshirmasdi. Ya'ni pensioner bank kartasiga yoki pochta orqali qancha tushsa, shuni qabul qilib yurardi. Agar hisobda xato bo'lsa ham, agar staj to'liq kiritilmagan bo'lsa ham, agar yangi hujjat asosida pensiya oshishi kerak bo'lsa ham. Ko'p hollarda odamlar buni bilmasdan qolardi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat idoralari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali solishtirib boradi. Ish staji, avvalgi ish joylari, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik holati, yoshga doir pensiya, kam ta'minlanganlik, yolg'iz yashash, parvarishga muhtojlik kabi holatlar qayta tekshiriladi. Shuning uchun ayrim pensionerlar yangi ro'yxatlarga tushishi mumkin. Bu ro'yxat deganda men shuni nazarda tutyapman. To'lov olishga haqli bo'lgan yoki pensiyasi qayta hisoblanishi kerak bo'lgan fuqarolar bo'yicha shakllanadigan amaliy ro'yxatlar, lekin bu yerda juda muhim narsani darhol aytaman. Hamma pensionerga bir xil summa beriladi deb o'ylash xato. Kimdir qo'shimcha pul olishi mumkin, kimdir faqat pensiyasining qayta hisoblangan farqini oladi, kimdir esa umuman qo'shimcha to'lov olmaydi. Chunki uning hujjatlari to'liq va hisob-kitobi oldindan to'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin. Demak, asosiy savol, men bu ro'yxatga kiramanmi yoki yo'qmi? Mana bugun men aynan shuni tushuntiraman birinchi navbatda. Pensionerlar 3 ta katta guruhga bo'linadi. Birinchi guruh pensiyasi allaqachon to'g'ri hisoblangan, barcha staji kiritilgan, hech qanday qo'shimcha hujjati yo'q. Ijtimoiy yordam bo'yicha alohida maqomi yo'q pensionerlar. Bunday odamlar xavotirga tushmasligi kerak. Ularning oylik pensiyasi belgilangan tartibda tushaveradi. Agar ular ro'yxatda bo'lmasa, bu albatta yomon degani emas, balki qo'shimcha asos yo'q degani bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh. Pensiya tayinlanganda ayrim ish staji, oylik ma'lumotlari yoki hujjatlari hisobga olinmagan pensionerlar. Masalan, odam 1972 yildan 1995 yilgacha zavodda ishlagan, lekin arxiv hujjati vaqtida topilmagan. Pensiya tayinlangan paytda faqat 25 yil staj hisoblangan, aslida esa 32 yil bo'lgan. Keyin arxivdan ma'lumotnoma topildi. Mana shunday holatda pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Agar qayta hisob natijasida har oy 20 ming so'm ko'proq chiqsa va bu farq bir necha oy yoki bir necha yil davomida to'lanmagan bo'lsa, pensionerga ma'lum davr uchun farq summasi berilishi kerak bo'ladi. Bu pul bir martalik ko'rinishda tushishi ham mumkin. Keyingi oylardan pensiya oshirilgan miqdorda berilishi ham mumkin. Uchinchi guruh, ijtimoiy holati o'zgargan yoki alohida yordamga muhtoj pensionerlar. Masalan, yolg'iz yashayotgan pensioner, parvarishga muhtoj nogiron pensioner, boquvchisiz qolgan keksa fuqaro, kam ta'minlangan oilada yashayotgan pensioner yoki uy-joy, kommunal to'lovlar. Dori-darmon xarajatlari bo'yicha yordamga muhtoj shaxs. Bunday holatlarda mahalla, ijtimoiy himoya organlari yoki tegishli jamg'arma orqali alohida ro'yxat shakllanishi mumkin. Bu ro'yxatga tushish uchun faqat yosh yetarli emas. O'lat hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak. Endi aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. 68 yoshli onaxon har oy 1 million 220 ming so'm pensiya oladi. U 3 yil ishlagan. Lekin pensiya tayinlanganda 5 yillik ish staji hujjatda ko'rinmagan. Farzandi arxivga murojaat qilib, o'sha 5 yil bo'yicha ma'lumotnoma oldi. Pensiya jamg'armasiga ariza berildi. Hisob-kitob qilinganda pensiya 1 million 2 ming emas, 1 million 390 ming so'm bo'lish kerakligi aniqlandi. Farq 1 ming so'm.
Agar bu farq masalan 10 oy davomida to'lanmagan bo'lsa, onaxonga 1.400.000 so'm farq to'lanishi kerak bo'ladi. Keyingi oylarda esa u 1.390.000 so'm olishi mumkin. Ikkinchi misol. Yetim 2 yoshli otaxon pensiyasini bank kartasiga oladi. Unga tanishi 25 sentyabrgacha hamma pensionerga pul berar ekan deb aytadi. Otaxon bankka boradi, lekin kartasiga qo'shimcha pul tushmagan. Bu yerda bank aybdor bo'lmasligi mumkin. Chunki bank faqat tushgan mablag'ni beradi. Agar to'lov tayinlanmagan bo'lsa, bank uni o'zidan chiqarib bermaydi. Bunday holatda otaxon avvalo pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki yagona portal orqali murojaat qilib, o'zining shaxsiy hisob-kitobini tekshirtirish kerak. Uchinchi misol, pensioner ayol yolg'iz yashaydi, sog'ligi yomon, dori-darmonga ko'p xarajat qiladi. Uning pensiyasi bor, lekin yashash sharoiti og'ir. U men pensionerman, demak avtomatik yordam olaman deb o'ylaydi. Aslida avtomatik bo'lmasligi mumkin. Mahallaga murojaat qilinadi. Ijtimoiy xodim holatni o'rganadi. Daromad, oila tarkibi, yashash sharoiti, tibbiy hujjatlar ko'riladi. Shundan keyin u ro'yxatga kiritilishi yoki kiritilmasligi hal qilinadi. Demak, yordam olish uchun murojaat qilish, hujjat ko'rsatish va holatni tasdiqlash muhim. 4-misol. Er-xotin ikkalasi ham pensioner. Ular farzandlari bilan bir uyda ro'yxatda turadi, lekin amalda alohida yashaydi. Mahalla tekshiruvida faqat ro'yxatdagi odamlar soniga qaralib, bu oilada daromad bor deyilishi mumkin. Bunday vaziyatda pensionerlar amalda qayerda yashashini, kim ularni boqayotgani, xarajatlar kimning zimmasida ekanini tushuntirish kerak. Ba'zan oddiy bir tushuntirish xati. Mahalla dalolatnomasi yoki qo'shnilar tasdig'i muammoni hal qiladi. Men pensionerlarga shunday maslahat beraman. Agar sizning pensiyangiz oxirgi oylarda kamayib qolgan bo'lsa, kechikib tushayotgan bo'lsa, stajingiz to'liq hisoblanmagan deb o'ylasangiz, nogironlik guruhi yoki ijtimoiy maqomingiz o'zgargan bo'lsa, albatta tekshirtiring. Agar siz yangi hujjat topgan bo'lsangiz, masalan, eski ish joyidan ma'lumotnoma, arxivdan tasdiq, ish haqi haqida ma'lumot, harbiy xizmat yoki bolani parvarish qilgan davr bo'yicha hujjat bo'lsa, bularni beparvo qoldirmang. Xavotirlanmasligi mumkin bo'lganlar ham bor. Agar siz pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, yaqinda pensiyangiz qayta hisoblangan bo'lsa, barcha hujjatlaringiz kiritilgan bo'lsa, qo'shimcha ijtimoiy yordam bo'yicha alohida asosingiz bo'lmasa, sizga hamma pul oladi degan gap uchun idoradan idoraga yugurish shart emas. Lekin baribir bir marta telefon orqali yoki elektron xizmat orqali ma'lumotni tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Bu mavzuda eng ko'p uchraydigan xato shuki, odamlar ro'yxat degan so'zni eshitishi bilan bitta umumiy ro'yxat bor. Unga tushgan odam pul oladi, tushmagan odam hech narsa olmaydi deb o'ylaydi. Amalda ro'yxatlar turlicha bo'ladi. Bir ro'yxat pensiya qayta hisob-kitobi bo'yicha, boshqa ro'yxat ijtimoiy yordam bo'yicha. Yana biri kompensatsiya yoki bir martalik to'lov bo'yicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun savolni to'g'ri berish kerak. Men qaysi to'lov bo'yicha tekshirtiryapman? Pensiya farqimi? Ijtimoiy yordammi? Kompensatsiyami? Kechikkan to'lovmi? Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala muddat. 15 sentyabr degan sana tilga olinsa, odamlar shu kungacha pul tushmasa keyin umuman olmayman deb qo'rqadi. Har doim ham bunday emas. Ba'zi to'lovlarda ro'yxat shakllanishi, tasdiqlanishi yoki mablag' ajratilishi ma'lum sanagacha bo'lishi mumkin. Lekin hujjatni keyin topshirgan odamning arizasi alohida tartibda ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun muddatni eshitib vahimaga tushmaslik kerak, lekin cho'zib ham yurmaslik kerak. Ayniqsa hujjatingiz tayyor bo'lsa, bugun topshirish mumkin bo'lgan ishni ertaga qoldirmang. Ikkinchi nozik masala karta va naqd pul. Ba'zi pensionerlar pensiyani pochta orqali oladi, ba'zilari bank kartasiga oladi. Agar qo'shimcha summa tayinlangan bo'lsa, u odatda pensiya olinadigan usul bo'yicha beriladi. Lekin ba'zan karta muddati tugagan, karta bloklangan, bank rekvizitlari o'zgargan, fuqaroning pasport ma'lumotlari yangilangan bo'ladi. Shunda pul tayinlangan bo'lsa ham vaqtida tushmay qolishi mumkin. Bunday holatda pul yo'q ekan deb xulosa qilishdan oldin bank kartangiz ishlayaptimi? Telefon raqamingiz ulanganmi? Pasport ma'lumotlaringiz yangilanganmi? Shularni tekshiring. 3-nozik masala ishonchnoma. Ko'p pensionerlar yura olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi orqali pensiya oladi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, qo'shimcha to'lovni olishda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun uyda yotgan, kasal
Harakatlanishi qiyin pensionerlar uchun oldindan ishonchnoma masalasini hal qilish kerak. Notarial ishonchnoma ayrim holatlarda tegishli tartibda tasdiqlangan hujjat talab qilinishi mumkin. Bu masalani mahalla yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan aniqlab oling. 4-nozik masala boshqa odamlarning gapiga ishonib pul berib yuborish. Mana shu mavzuda firibgarlar faollashadi. Ular ro'yxatga kiritib beraman. 11-sentyabrgacha pulingizni chiqarib beraman. Kartangiz raqamini bering. SMS kodini ayting. Oldindan xizmat haqi to'lang deb aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech kimga bank kartangizning maxfiy kodini, SMS tasdiqlash kodini, PIN kodini bermang. Davlat to'lov uchun sizdan SMS kod so'ralmaydi. Agar kimdir pul evaziga ro'yxatga kiritaman desa, bu juda xavfli signal. 5-nozik masala. Hujjatdagi ism, familiya, sana xatolari. Eski mehnat daftarchalarida ism bir xil yozilmagan bo'lishi mumkin. Masalan, bir joyda Abdullayeva, boshqa joyda Abdullayeva. Yana bir hujjatda otasining ismi boshqacha yozilgan. Bu kichik xatodek ko'rinadi. Lekin pensiya hisobida muammo tug'dirishi mumkin. Bunday holatda arxiv ma'lumotnomasi, FHDga va hujjatlari sud orqali faktni tasdiqlash yoki boshqa qo'shimcha dalillar kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjatlaringizni topshirishdan oldin ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport raqami, JSHSHIR bir xil ekanini tekshiring. 6-nozik masala ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ular ham ayrim holatlarda qayta hisob-kitob yoki qo'shimcha huquqqa ega bo'lishi mumkin. Lekin hamma to'lovlar ishlayotgan pensionerlarga bir xil berilmasligi mumkin. Masalan, ijtimoiy yordamda oilaning umumiy daromadi hisob qilinadi. Agar pensioner ishlayotgan bo'lsa, uning oyligi ham daromad sifatida ko'riladi. Shu sababli ishlayotgan pensioner, men pensionerman, demak hamma yordam menga ham tegishli deb o'ylamaslik kerak. Har bir to'lovning o'z mezoni bor. 7-nozik masala doimiy ro'yxat va haqiqiy yashash joyi. Pensioner bir tumanda ro'yxatda turib, boshqa tumanda yashashi mumkin. Bunday vaziyatda murojaatni qayerga qilish kerakligi chalkashadi. Odatda pensiya ishi qaysi hududda yuritilayotgan bo'lsa, o'sha bo'lim asosiy rol o'ynaydi. Ijtimoiy yordamda esa mahalla va haqiqiy yashash holati ham muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi navbatda o'zingizning pensiya ishingiz qaysi bo'limda ekanini aniqlang. Endi eng kerakli qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiyangiz bo'yicha oxirgi tushumlarni tekshiring. Bank kartangizdagi SMS xabarlarni, bank ilovasidagi kirimlarni yoki pochta orqali olgan kvitansiyalarni ko'ring. Oxirgi 3-4 oyda qancha tushganini yozib chiqing. Agar summa o'zgargan bo'lsa, qachondan o'zgarganini aniqlang. Bu keyin savol berganingizda aniq gapirishga yordam beradi. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSHSHIR, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish aktarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, tibbiy xulosalar, bank karta rekvizitlari. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot, zarur bo'lsa, mahalla dalolatnomasi tayyor bo'lsin. Agar siz boshqa odam nomidan murojaat qilsangiz, ishonchnoma yoki qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunchaki menga pul bering demang. Aniq yozing. Mening pensiyam bo'yicha qayta hisob-kitobni tekshirib berishingizni so'rayman. Ish stajim, arxiv ma'lumotlarim va to'lovlarim to'liq hisobga olinmagani ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar siz qo'shimcha summa haqida eshitgan bo'lsangiz. 11-sentyabrgacha shakllanayotgan to'lov ro'yxatlarida mening ma'lumotlarim bor yo'qligini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozishingiz mumkin. 4-qadam, javobni og'zaki emas, yozma yoki rasmiy shaklda olishga harakat qiling. Og'zaki javob bugun bor, ertaga yo'q. Yozma javobda esa nima sababdan to'lov berilishi yoki berilmasligi ko'rsatiladi. Agar rad javobi bo'lsa, sababini bilasiz. Masalan, staj tasdiqlanmadi, daromad mezondan oshdi, hujjat yetarli emas, pensiya to'g'ri hisoblangan degan sabablar bo'lishi mumkin. Sababni bilsangiz, keyingi qadamni to'g'ri tanlaysiz. 5-qadam. Agar ijtimoiy yordam kerak bo'lsa, mahallaga murojaat qiling. Mahalla raisi, xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodim orqali holatingiz o'rganiladi. Bu yerda ham aniq gapiring. Men yolg'iz yashayman. Dori-darmon xarajatim ko'p. Farzandlarim yordam bera olmaydi. Uy sharoitim og'ir, parvarishga muhtojman. Bularni imkon qadar hujjat bilan tasdiqlang.
tibbiy ma'lumotnoma, dorilar ro'yxati, kommunal qarzdorlik. Daromad ma'lumoti yashash sharoiti bo'yicha dalolatnoma yordam beradi. 6-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod bermang, kartangizni rasmga olib yubormang. Telegram yoki telefon orqali kelgan noma'lum havolalarga kirmang. Ro'yxatdan o'tish uchun karta raqamingizni kiriting degan saytlarga ishonmang. Rasmiy ma'lumotni faqat davlat idoralari, rasmiy saytlar, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, bankning rasmiy ilovasi yoki bevosita bo'lim orqali tekshiring. 7-qadam, arizangizni nazorat qiling. Ariza berdim, bo'ldi deb kutib yurish to'g'ri emas. Qabul qilingan sanani yozib oling. Ariza raqami bo'lsa saqlang. 15 kun o'tgach javob bo'lmasa yana so'rang. Agar javob sizni qoniqtirmasa, yuqori tashkilotga yoki rasmiy murojaat tizimi orqali qayta murojaat qilish mumkin. Har bir murojaatda his tuyg'u emas, fakt yozing. Qachon pensiyaga chiqqansiz, qancha stajingiz bor, qaysi hujjatni topshirdingiz, qancha summa olayapsiz, nimani tekshirishni so'rayapsiz. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensionerlarning ko'pi men idoraga bora olmayman, ko'zim yaxshi ko'rmaydi, oyoq og'riydi, navbatda tura olmayman deydi. Bunday holatda farzandlar va qarindoshlar yordam berishi kerak. Lekin yordam berayotgan odam ham mas'uliyatli bo'lishi kerak. Hujjatlarni yo'qotmasin, arizani noto'g'ri yozmasin, pensioner nomidan pul olib o'z ehtiyojiga ishlatmasin. Pensionerning puli pensionerniki. Bu oddiy axloqiy masala emas, huquqiy masala hamdir. Demak, hurmatli tomoshabinlar, 11-sentyabrgacha pensionerlarga to'lovlar, yangi ro'yxatlar va qo'shimcha summalar haqida gap ketganda eng muhim narsa vahima emas, tekshiruvdir. Hamma bir xil pul olmaydi. Kimdir pensiya farqini oladi, kimdir ijtimoiy yordamga tushadi, kimdir hujjatini to'ldirsa keyin haqli bo'ladi, kimdir esa qo'shimcha to'lov mezoniga kirmasligi mumkin. Eng to'g'ri yo'l o'z pensiya hisobingizni tekshirtirish, hujjatlarni yig'ish, rasmiy ariza berish va javobni nazorat qilish. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner ota-ona, bu bobo bo'lsa, bugunoq ularning pensiya tushumlarini tekshirib ko'ring. Staj to'liq kiritilganmi? Karta ishlayaptimi? Qo'shimcha hujjatlar bormi? Mahalla orqali yordam olishga asos bormi? Shularni aniqlang. Bir marta qilingan to'g'ri murojaat ba'zan odamga oyma-oy ko'proq pensiya yoki bir necha oylik farq summasini olib berishi mumkin. Sizning hududingizda pensionerlarga qo'shimcha to'lov, qayta hisob-kitob yoki ro'yxat bo'yicha qanday xabarlar bor? Izohlarni yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilgan pensioner o'ziga tegishli pulni talab qila oladi.